Kompüter uchun to'g'ri dahshat o'yinlar. Videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Unday bo'lsa biz boshlaymiz. Birinchi o'yin Outlast. O'sha mashhur realistik grafikaga ega bo'lgan o'ta ham qo'rqinchli o'yin. Outlast 2013-yilda ishlab chiqarilgan. PlayStation 4, Xbox One, Switch platformalari uchun o'yin janri survival horror o'yin tavsifi. Outlast bu realistik atmosferaga ega bo'lgan dahshatli o'yin. Siz Miles Archer ismli jurnalist bo'lib, bu sirli ruhiy kasalxonaga yashirincha kirasiz va ichkarida esa insoniyat chegarasidan chiqib ketgan tajribalar, aqldan ozgan bemorlar va g'ayrioddiy mavjudotlar sizni kutadi. O'yinda nima qilish kerak? Sizda qurol bo'lmaydi, faqat kamera va yashirinishlar orqali mahluqlardan qochishingiz mumkin. Har qanday xavfdan yashirishingiz yoki qochishingiz kerak. Kamera tungi ko'rish funksiyasiga ega. Qorong'uda yurish uchun aynan shu bilan amalga oshiriladi. Bu esa stressni yana ham kuchaytiradi. Har bir xonada kutilmagan hodisalar, vahimali tovushlar va shok holatlari sizni muntazam qo'rqitadi. Gameplay g'oyasi, o'yinning maqsadi. Kamera bilan hujjatlar, videolar yoki voqeadan to'liq qochish. Mahluqlardan doim qochib yurish kerak. Agar ular sizni tutib olsa, o'yin tugaydi. O'yinni zaps qilib ketishingiz va kelgan joyda davom ettirishingiz mumkin. Bu o'yin o'ta ham dahshatli o'yin. Realistik grafikaga bo'lgan o'yin. Outlast. Ikkinchi o'yin Phasmophobia. O'yin 2020-yil ishlab chiqarilgan. O'yin kompyuterlar uchun juda ham zo'r o'yin. Grafikasi dahshat. O'yin janri kooperativ multiplayer horror, ya'ni siz sheriklaringiz bilan 3 kishi 4 kishi bo'lgan holatda o'ynashingiz mumkin. Bu 4 kishilik o'yin jamoaviy, ya'ni arvoh ovlash o'yini. Sizlar paranormal tadqiqotchilarsiz va turli uylarda, maktablarda yoki fermalarda arvohlarni aniqlashga harakat qilasiz. Har galgi arvoh turlari, xaritalar va hodisalar farq qiladi. Bu uni doimiy yangidek qiladi. O'yinda mikrofon orqali gaplashsangiz bo'ladi, ammo mikrofon orqali real vaqt gaplashish arvohni faollashtiradi. Bu qo'rquvni kuchaytiradi. Har bir arvohning o'ziga xos belgisi bor. Masalan, faqat yolg'iz odam ko'rinadigan, faqat sovuq joyda faollashadigan turlari. Voqealar tasodifiy, ba'zan shunchaki eshik yopiladi, ba'zan esa arvoh sizni o'ldiradi. O'yinda siz dalil to'plashingiz, arvohni aniqlashingiz, xavfsiz tarzda binodan chiqishingiz, lekin arvoh sizni ovlay bo'lsa yashirinishingiz yoki qochishingiz kerak. O'yin juda ham zo'r. 2020-yil ishlab chiqarilgan bo'lsa ham hali hamon o'z o'ynovchi auditoriyasiga ega. Phasmophobia. Va nihoyat 3-o'yin. Amnesia The Dark Descent. O'yin 2010-yil ishlab chiqarilgan. Xbox One, Switch, PlayStation 4 uchun o'yin janri psixologik horror, puzzle, adventure. O'yinda siz Daniel ismli yigit roldasiz. Uyg'onganingizda o'tmishingiz yodingizda yo'q. Siz qorong'u gotik uslubdagi qal'adasiz. Atrofingizda faqat tushunarsiz tovushlar, g'alati mavjudotlar va sirli xatlar bor. Siz o'yinda ruhiy salomatlik tizimingiz bor. Agar siz uzoq vaqt qorong'uda qolsangiz yoki dahshatli narsalarga qarasangiz, siz aqldan ozishni boshlaysiz. O'yinda hech qanday qurol yo'q. Siz faqat muammolarni hal qilasiz yoki dushmandan yashirinasiz. Atmosfera va ovoz effektlari esa dahshat, ya'ni ikki hissa oshiradi. O'yinda siz puzzlelarni yechishingiz, sirlarni ochishingiz, eshiklarni ochish uchun kalitlarni topishingiz, dushmanlardan yashirinib yurishingiz kerak. Har bir qadam bu o'yinda sizni stressda qoldiradi. Agar siz puzzle va sayohatga qiziqsangiz, bu o'yinni o'ynab ko'rishni maslahat beraman.